xafagarchilik bo'lmasin. Shuni tabrik qilib o'tkazdik. Navro'z bayramini. Hamma bir-biri bilan chiroyli o'yin bo'ldi. Eng yaxshi o'ynagan o'yinchi Behruz. Молодец. To'purlar eng ko'p gol urgan, shuni ham topshirgan bo'ldi Behruzga. Ham yaxshi o'yinchi, ham to'purlar. Yaxshi o'ynaganchi. 24 ta gol urdi. 2025-yil 21-mart futbol bo'yicha Sahro kubogida Jumaniyoz oltin to'p mukofoti bilan taqdirlandi. Молодец, Kala to'qson. Bo'ldi, shu o'rtada olindi. Shu chempionatning eng yosh zo'r futbolchisi deb aniq bo'lib Sobitjon. Eng zo'r darvozabon Mahkamov Shahzod. Bashar Azam ko'rasin-da endi. Shu chempionatning eng zo'r himoyachisi Xudoyqulov Jahongir. Buni bo'yna nima qildik? Hali boshqa tishetgan paytda zaxira turmayman. Sahro kubogining eng yaxshi o'yinchilaridan deb yana shu chempionatda Nazarov Shohrux. Endi yaxshi o'yinchilar hammalaringga rahmat, zo'r o'yin bo'ldi. Rahmat. Endi o'rinlarni e'lon qilamiz. 2025-yil 21-mart futbol bo'yicha Sahro kubogi bo'lib o'tgan o'yinda Kattasoy birinchi jamoasi faxrli 3-o'rinni olgani uchun ushbu diplom bilan taqdirlandi. 1,5 million pul bilan. 1,5 million so'm pul. Jam. Sahro kubogida Kattasoy 2 jamoasi 2-o'rinni olgani uchun shu va Sahro kubogining birinchi o'rinini 1994-yil tug'ilgan bolalar jamoasi. Ha, el kapitani. Hammaga rahmat. Do'stlik uchrashuvida. Bunda anoda emas. Aslida tashkilotchi bolalarga rahmat, Kattasoy bolalari shuni yozib tashkillashtirdi. Sizlarga rahmat shunchaki sizlarning bir-biri bilan tortishmanglar. Rahmat. Har doim shunday bahana didon anima. Rahmat.